Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik xarid qilayotgan benzinli skuterlar dastlabki uchun juda qulay bu skuterlar. Hozir sizlarga benzinli skuterlarni to'liq ma'lumotini berib o'taman narxi bilan. Bundan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hop, ikki xil model, tank bu yoqda standart modeli. Hop, tank modelimiz 150 kubalik 100 kilometrga 2,5-3 litr rasxod qiladi. Bunda oldingi tankga nisbatan ancha o'zgarishlar bor. Orqada 3 ta gofrasi bor, start stopi bor, pultlari bor. Pultdan zavod qilsanglar bo'ladi. USB porteri bor, kolonka. Hop, telefon podstavkasi bor, oldi laboy bor, tumanlilar ham bor oldida. Ko'rishingiz mumkin. 150 kubalik benzin tanlamaydi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni narxini $900 qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Dastavka xizmatlari bor. Bizda servis xizmatlari ham bor. Zapchastlarni ham topsanglar bo'ladi. Benzinlimi, elektronlimi. Hop, keyingi skuterimiz bu ham. Hop. Buni ham rasxodi shunaqa 100 kilometrga 2,5-3 litr rasxod qiladi. Masofadan boshqarish uchun pultlari bor, telefon podstavka, laboylari bor. Agarda laboy отдельно kerak desanglar, buni ham bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Xolos, bu ham dastlabki uchun juda qulay. Eng asosiysi, bu benzinli skuterlarimiz avtomat. Hech qanaqa splena yoki skorost yo'q bo'ladi. Faqat tormoz. Old-orqa tormoz. Juda ham boshqarishga qulay. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, tank modeli $900, bu $800. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Shunaqa sportmenli mototsikllarga ham qiziqadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Bizda katta assortiment bor. Xo'p, oldimdagi Kawasaki 650 kubalik mototsikl. Haqiqiy original Kawasaki.